Assalomu alaykum, kanalimizga obunachilar, o'zingizlar bo'layotgan do'stlar, barchalarga salom. Azizlar, qilib bo'layotgan ishlarimizdan kichkina ko'rib boryapmiz. Ko'rib turganlaringizdek, mana shu yerda shu etaj magazinimizda podval qismini steyajkasini bo'lyapmiz do'stlar. Mana sizlarga qanchalik ko'rinadi, qarangizlar do'stlar, mana. Iplikka bilan orasi o'zi qancha santimetrga keladi. Mana bu tomondan tuyulayotgan steyajkamizni qalinligiga to'g'ri qo'yasizlar, mana. Qanchalik chiroyli ko'rinyapti. 10 cm qalinlikda qilyapti. Zakaz. Uyda egasini zakazi bo'yicha ketyapti bu. Uyda egasi o'zi shunday zakaz berilgan. Shuncha qalinlikda bo'lishini mana ko'rib turganingizdek. Bu taraflariga xudo xolasa zaskan qilib boshlaymiz, xudo xolasa bu yerda turgandan keyin jam bo'lib 196 kvadrat metr steyajkamiz bor bu yerda. Do'stlarimiz navboryapti mana bu yerda, xudo xolasa.